Assalomu alaykum. Bugungi mavzu umurtqa pog'onasi kanalining stenozining davomi hisoblanadi. Avvalo, umurtqa pog'onasining kanalining sariq bog'lam hisobiga stenozi nimalarning hisobiga kelib chiqadi? Sariq bog'lam nima? Nimadan tashkil topgan? Qayerda joylashgan? Umurtqa pog'onamizni o'tkir o'simtalarning orqa tarafida sariq bog'lam joylashgan bo'ladi. Sariq bog'lam bu elastik tollardan tashkil topgan bo'lib, normada 1 millimetrgacha bo'ladi. Umurtqa pog'onasini mo'ttadil ushlab turishga xizmat qiladi. Qachon sariq bog'lam gipertrofiyalanadi, ya'ni o'sadi, kanalni ichidan orqa miyani siqib qo'yadi. Bunda yon umurtqa pog'onasini ushlab turuvchi mushaklarni tonusi pasaygandan keyin og'irlik umurtqa pog'onasini o'ziga ko'p tushadi. O'ziga ko'p tushgandan keyin organizm umurtqa pog'onasini mustahkamroq ushlab turish uchun kompensator, himoya vazifasi sifatida sariq bog'lamni rivojlantiradi, gipertrofiyalantiradi. Birinchisi. Ikkinchisi, semizlik hisobiga. Bunda ham xuddi shu mexanizm lordoz normaga nisbatan ko'proq, kifoz normaga nisbatan ko'proq bo'lsa yoki skolioz bo'lsa, yonga nisbatan umurtqa pog'onasi qiyshaygan bo'lsa, umurtqa pog'onasini nisbatan mo'ttadil tik ushlab turish maqsadida sariq bog'lamni o'sib rivojlanadi. Va yana qandli diabetlarda ham sariq bog'lam gipertrofiyalanish ko'p kuzatiladi. Tekshirishga keladigan bo'lsak, birinchi roligimizda ham aytganmiz, umurtqa pog'onasini kanalni stenozlarda birinchi o'rinda MRT, magnitniy rezonansli tomografiya bel sohasini tushirishimiz kerak bo'ladi. Tekshirishimiz. Ikkinchisi elektromiografiya, muskullarda impulslarning o'tish darajasini, imkoniyatini tekshirish kerak bo'ladi. Va klinik sariq bog'lam gipertrofiyasi hisobiga umurtqa pog'onasining kanalini torayishi, stenozida qanday belgilar vujudga keladi va bemor nimalarga shikoyat qiladi? Birinchisi va asosiy belgilardan bittasi neyrogen примижающий xromata, ya'ni neyrogenni siqib boruvchi oqsoqlik hisoblanadi. Oldin bemor 200 metrga 1 yil oldin yurib, keyin oyoqlarida, ikkita oyoqlarida ham toliqish, kuchsizlanish, sezgini o'zgarishi, jimir-jimir bo'lishi kuzatilgan bo'lsa, bellarda toliqishlar, o'tirmasa charchab qolayotganini his qilishi 200 metrlarga borgan bo'lsa, 1 yillardan keyin 150 metrga kamayish, ya'ni umurtqa pog'onasining kanalning stenozi degenerativ o'zgarishlar hisobiga asta-sekin torayib boraveradi. O'tirmasa bel toliqishi va o'tirgandan keyin yana oyoqlarda sezgini oldingi holiga qaytishi, oyoqlarda kuch paydo bo'lishi kuzatiladi va bemor yana yo'lda davom etishi mumkin. Ikkinchisi, ya'ni diametri umurtqa pog'onasini kanalini stenoz 5 mm dan kichrayib ketsa, ya'ni kritik holatga kelib qoladigan bo'lsa, katta-kichik hojatlarda ham beixtiyor bo'lib qolish, o'ziga bo'ysunmay qolish va shu oraliq sohalarda ham sezgilarda o'zgarish kuzatilishi mumkin. Endi davosiga keladigan bo'lsak, bunda ilk davrlarda aniqlaydigan bo'lsak, birinchi og'riq qoldiruvchilar, NPVS'lar, ikkinchisi miorelaksantlar, medakalm, uchinchisi vitamin terapiya, B guruhi vitaminlar va to'rtinchi bel sohasida qon aylanishini yaxshilovchi dori preparatlar, Trintal, Pentaxiflin. Oltinchisi, asosiy davo muolajalaridan bittasi bu PRP terapiya, plazma terapiya hisoblanadi. Ya'ni bemorning o'zining venasidan qon olib, probirkaga, sentrifugaga qo'yib, shundan o'zini plazmasini ajratilgan holda sakral inyeksiya qilib plazmasini jo'natishimiz kerak bo'ladi. Bunda plazmada
faktor rosti bor. Bu yallig'lanish jarayonlarini va sari bog'lam gipertrofiyasini kamaytiradi. Va yana mahalliy og'riqsizlantiruvchi preparatlar bilan, lidokain namokainlar bilan glyukokortikoidlarni qo'shib sakralni blokadaga jo'natishimiz mumkin. Bunda ham glyukokortikoidlar sari bog'lamni rivojlanishini, gipertrofiyasini nisbatan qaytaradi. Va yana bir davo muolajalaridan bittasi bu davolovchi bel mushak mashqlari hisoblanadi. Bu davolovchi mashqlar bel mushaklarini tonusini oshiradi, ya'ni taranglashtiradi va umurtqa pog'onasiga og'riq tushishini kamaytiradi. Nisbatan kompensatsiya qiladi. Shuni hisobiga umurtqa pog'onasidagi sari bog'lamlar o'sishi pasayadi. Va buni mashqlarni doimiy bir umr qilib yurish kerak bo'ladi. Hozir bir necha mashqlarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bel mushaklarini tonusini oshiruvchi mashqlardan birinchisi oldin ham ko'rsatganman, yaxshi mashq bo'lgani uchun yana qaytarib ko'rsatyapman. Shunday yotgan holda oyoqni tizzani bukmay ikkalasini ko'tarish. Bunda bel mushaklari va press mushaklarini tonusi oshadi. Shu mashqni 10 martagacha bajarishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqimiz qo'limiz bilan oyog'imizni qaychi qilib, qarama-qarshi qilib ko'tarish. Uchinchi mashqimiz mushuk uyqudan turganda, kerilganda umurtqa pog'onamiz belimizni yuqori ko'tarish. To'rtinchi mashqimiz tizzani bukkan holda belni mos qilib ko'tarish. Beshinchi mashqimiz bir oyoqni tizzani ustiga chiqargan holda ikkinchi oyoqni ushlab o'zimizga tortish. 10 sekundcha ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Oltinchi mashqimiz ikkita oyoqni bukkan holda aylanib ushlab olib o'zimizga tortish. Mana shu mashqlarni doimiy qilib yurish kerak bo'ladi. Mashqlarni doimiy qilib yurishimiz hisobiga umurtqa pog'onasiga nagruska og'irlik kamroq tushadi. Muskullar ko'p ishlashini hisobiga miyokillar muskullar ishlagandan keyin qonga ajraladi va organizmni o'zini qayta tiklash faoliyatida juda katta rol o'ynaydi. Mana shularni aytmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.